Shu musorlar nereden kelgan bo'lishi mumkin, hurmatli do'stlar? Yangi bozor, Bosqalay yo'l Bayroqtiydaman. Ko'rib turganingizdek Bayroqtiy. Ke. Xullas aytchag'im, shu musorga nerdan kelgan bo'lishi mumkin? Bu yerda taksistlar turadi. Anaqa Bosqalay yo'l, bu yoqqa Gurlanga ketasizda, bu yoqqa Urganch. Savol. Bu musor nerdan kelgan bo'lishi mumkin? To'g'ri, bu yerda musor idishi yo'q, lekin yerga tashladigan yer yo'q-ku. Bu paketga bir yerlarga zig'ib bersangiz bo'ladi-ku. Hurmatli do'stlar, qaranglar, bu yerda bir yashil makon etish uchun odamlar harakat etib yotdi. Chiroyli bir manzara bo'lsin deb. Bunalar musor bo'lib yotsa bir ko'ngilni xira qiladi-ku, baribir to'g'ri kelmaydi-ku, o'rtoqlar. Ya to'g'rimanda shu-da. Mana shimishga shularni tozalab bir xato ortsa yomon zo'r bo'lar edi, lekin-da nega skameyka qo'yib qo'yibdi. Ayağımızda damasçılar turadi. 2008'larga dam berdi gazetchilar. Mana shunday gaplar. Aytchag'im, bega musor tashamanglar, hurmatli do'stlar. Mana qaranglar, hammamiz katta odammiz. To'g'ri kelmaydi-ku, musorni chiqarsa biriga zig'ib ketsangiz zo'r emasmi shu? Tashamanglar bega musor, boshqa narsani. Bo'lmaydi-ku endi. Agar bu gapim kimgadir tegib ketgan bo'lsa, qandaydir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qolasizlar do'stlar. Joningiz omon bo'lsin, like bosib, kanalimga obuna bo'linglar. Omon bo'lasizlar.